Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa yana bitta obyektimizga ishimizni o'rnatib bo'ldik. Mo'zaka asosida kelib o'lchab, joylariga moslab, mehroblariga qo'yib berdik. Xudo xolasa razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 3.40 joyiga, balandligi 2.40 joyga tushgan ishimiz. Xo'p, bularni har doimgidek akril materialda, ranglari grey holatda ko'rishingiz mumkin. Kashtar firmaniki 1.8 qalinligida. Bizda doimgidek bilasizlar, stalish hissalari o'zgarmagan holatda 3.8 holatda bo'ladi. Xo'p, yana qilingan ishlarimiz gazi 4 porkali ekan, duxovkaligidan juda chiroyli tarzda o'rnatganmiz. Sazorlari ham xudo xolasa ikki tarafda chiroyli holatda. Noshkalari ko'rinmaydi, taylariga da yopib chiroyli qilib berganmiz. Gaz ichkilarini o'zlari olishdi. Ular qo'ydik, tayyor qilib, xudo xolasa ichkilarni ham o'ta zo'ridan olibdi egalari. Mo'ka smestitellar har doimgidek chiroyli tarzda qimmatidan ikkita sufilkalari bilan birga ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli tarzda tushgan. Xo'p, buni summasiga keladigan bo'lsak, 1 metr tepa pasti hisoblanadi. Vodiy bo'ylab dastavka uстановка besplatniy 2.500.000 so'mdan. Buni mo'ykasi yaxshisidan bo'lganligini hisobiga 100.000 so'm farq qiladi summalar. Mo'yka grantini o'zi 800.000 so'mga boradi. Pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Vodiy bo'ylab dastavka uстановка besplatniy.